Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. Bugun 28-avgust 2025-yil sizlarga zo'r narsa ko'rsatmoqchiman. Hazera firmasining Otto F1 bodring jo'ragoyi. Bu narsani grupalarimizda ko'p reklama qilib kelamiz sizlarga. Bugun Toshkent viloyatining Bo'ka tumanidamiz. Kechki soat mana soat 6 bo'lishiga qaramasdan yana keldik. Shu videoni olamiz deb. Bu yerda mana substratda ekilgan, ko'rib turganingizdek. Teplitsa o'sha oxirgi texnologiyada qilingan teplitsalar. Mana gullashlari, hamma donlashi, qo'ltig'idan mana 3-4 ta emas, 5-6 tadan berishi, multifrutligi juda chiroyli holatda ketayotgani, shuni sizlar bilan bir bo'lishimiz keldi. Mana dehqonni ilmini zo'rligidan mana bo'lib kelayotgan narsalar juda chiroyli holatda. Bu yerda kichkina bir problemalar bor. Endi kim uchun kichkina, kim uchun katta. Misol uchun bu yerdagi mehnat bo'layotgani uchun kichkina problemaga o'xshatishmaydi. Mana barglari hamma narsa bo'lgan endi. Tabiiy narsa, tepaga chiqqandagi keyin yaqindagi bo'lgan peripatlar shular ta'siri bo'lgan. Chunki hali bu yerda gaz yoki ko'mir yoqishi boshlanmagan. Mana juda chiroyli holatda. Bu yoq tomonda mana shu ekilgan 70 mingta общий hisobda ekilgan urug'larimiz bizning shu Otto F1 70 mingta ekilgan. Почти 3 gektar joyga. Hozirgi kundagi holati 12-iyul kuni ekilgan. Ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketdik. Bo'lsam esimdan chiqib qoladi hozir. Bodringlarning ko'rinishi mana. Bu yerda ozgina cho'tir bodring ham ekilgan, yoniga uni Qozog'istonga eksporti ketayotgan ekan, lekin mana bu qolgan asosiy qismi 70 gektar, 70 mingta Otto ekilgan. Bodringlarning shakllari chiroyli, gullashlari joyida, teplitsani o'zini ishlash sharoiti ham zo'r. Ozuqalar polniy kapinida yer emas. Buni bilgan biladi. Mamlakatlar bo'lib turadi orada. Mana qandoq bo'lsa, shundoq boricha sizlarga ko'rsatyapman. Mana buni bir tayyorgarlik qilib, nimadir joylarni tozalab yoki kelishimdan oldin nimadirlar septirib qo'ygan joyimiz yo'q. Mana bodring o'zini o'zi ko'rsatyapti. Ham yerda, ham substratda mana ko'rib turganingizdek mana juda chiroyli holatda bo'lib kelyapti. Nima deymiz? Ekib ko'ringlar o'zinglarning teplitsanglarda. Yerli bo'ladimi, substratli bo'ladimi? Substratga ham tushishini o'zini isbotida ko'rsatdi mana. Bodring. Juda chiroyli holatda. Kuzatishda davom etinglar. Bundan chiroyli narsalar hali oldinda. Agrokontinent shiorimiz oliy sifatli urug'lar, yuqori hosil garovidir. E'tiboringiz uchun rahmat.